Ular tarixidagi eng yirik natijalar. 5-o'rin. 1949-yilda chempionat doirasida Real Madrid Barselonani uyda qabul qiladi va yirik 6-1 hisobida zafar quchadi. 4-o'rin. 1957-yilda Barselona Kataloniyada kubok doirasida Realni qabul qiladi va yirik g'alabaga erishadi. 3-o'rin. 1950-yilgi chempionat bahslarida Qirollik klubi Kataloniyada sharmandali tarzda mag'lubiyatga uchraydi. 2-o'rin. Bundan roppa-rosa 88 yil muqaddam Katalon Grandi Madridda 8-2 hisobida sharmandali tarzda mag'lub bo'ladi. 1-o'rin. 1943-yilning 13-iyun sanasi Barselona klubi tarixidagi eng qora kunlardan biri. Aynan shu kuni Katalon jamoasi asosiy raqibiga naq 11-1 hisobida mag'lub bo'ladi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, natijaning bu qadar yirik bo'lib ketishida Madrid rahbariyatining